Oyi, qornim och qoldi. Onasi, bugun iftorlikka bolalarga nima tayyorlab berasan? Dadasi, uyda hech narsa qolmagan edi-da. Bozorlik qilib kelarmikansiz iftorlikkacha? Tushunarli. Bozorlik qilib kelamiz, a? Men ketdim. Alo, assalomu alaykum do'stim, yaxshimisan? Do'stim, yaxshimisan? Bir iltimos bilan chiqayotgandim. Ozgincha pul kerak edi. Bir soat oldin so'ramaysanmi, ha? Hozir bittasiga berib yuborgandim. Boshqa safar xudo xolasi. Xo'p, tushunarli do'stim. Rahmat. Xo'pti, mayli. Jonim, mana shu gul menga yoqdi. Atigi $200 ekan. Xotiningizga berasiz-ku. Menga olib bera qoling. Jonim, sen bundan ham zo'rga arziysan. $300 olaver. Rahmat jonim. Oyi, qornim och qoldi. Voy, mana ona qizim, och qoldingmi? Qizim, hozir dadang keladilar. Yaxshi biron xil ovqat pishiramiz. Xo'pmi qizim? Yig'lamang, oyijon. Yig'lamayapman qizim. Yig'lamayapman. Hozir. Onasi, yaxshi o'tiribsan? Voy dadasi, ovra bo'lib pitsa ham olib keldingizmi? Issiqligida bolalar yeb olsin. Dadasi, Borisga shukur. Bolalar shunaqa xursand bo'lishdi. Pizzasi ham juda ham mazali ekan. Qayerdan oldingiz? Hey onasi, nimasini aytasan? Yaxshi insonlar ko'payibdi hayotda. Masjiddan chiqayotgandim. Bir yaxshi inson Pizza Time degan joyni ochgan ekan. O'sha yerda insonlarga pizza tarqatayotgan ekan. Bizning ham nasibamiz bor ekan. Bizga pizza berdi. Shuni bildimki, Robbimiz hech qaysi bandasini iftorlikka och qoldirmas ekan. Ramazon muborak bo'lsin, hoysi.